Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsiz. Biz bugun O'zbekistonning ijtimoiy tarmoqlarini portlatayotgan mavzuga qo'l urishga qaror qildik, ya'ni xitoyliklarga nisbatan hate. Bilamiz, kuni kecha bir Turkiyada yashovchi domla O'zbekistonni yerlari xitoyliklarga sotib yuborilyapti, berib yuborilyapti degan bayonot qildilar va ushbu videoda yana bir bayonot bor edi. O'zbeklar xitoyliklarga nisbatan ommaviy chiqishlar qilyapti degan bayonot bo'ldi. Shu masalada biz oydinlik kiritish maqsadida bir nechta ekspertlarni taklif qildik. Birinchi ekspertimiz Progressiv islohotlar markazi rahbari Mirshohid Aslanov, ikkinchi ekspertimiz Olovuddin Komilov va uchinchi ekspertimiz Odil G'affarov. Ular ham kitayist, ya'ni xitoyshunos. Ular Pekin universitetida magistrlik qilganlar va hozirda Amerikada doktorskiy dissertatsiyasini yoqlayaptilar. Aynan Xitoy bo'yicha ksenofobiyani sababi nima? Xitoyliklardan faqat biz qo'rqyapmizmi va nega qo'rqamiz? Mavzu rostdan ham hozirgi kunda juda dolzarb bo'lib qolyapti. Hamma gapiradi, lekin nima bo'layotganini tushunadigan odamlar kam. Shuning uchun menimcha ekspertlar hissiyotga berilmasdan dalillarga asoslanib bir suhbat qurib, o'sha bo'layotgan vaziyatni bir tushuntirgani bu juda to'g'ri deb o'ylayman. Va mana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Xitoy borasida mana shunaqa Xitoyning atrofida, Xitoyning siyosati, Xitoy xalqini atrofida juda ko'p har doim shunaqa bir nimalar bo'lib kelgan, shunaqa gap so'zlar bo'lib kelgan. Bu tarix ham bor-da, tarix ham. Masalan, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini olamizmi, boshqa davlatlarni olamizmi, oldin ham ularda ham bo'lgan. Buni bir nechta sabablari ham bor. Bu masalan hozirgi kuniga keladigan bo'lsak, bu geosiyosiy raqobat desak bo'ladi, shartli ravishda, chunki Xitoy kuchayib boryapti. Xitoy butun dunyoda bir hozir ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatdan o'rni ancha yuqorilashib qolgan va bu hammaga ham yoqmayapti. Bu o'sha bugungi kundagi tizimni deylik challenge deymiz-ku, tizimni shubha ostiga qo'yib, o'zi bir yangi bir tartibni yaratyapti degan shubha, qo'rquv, xavotirlar ham bor. Va mana shundan kelib chiqqan holda albattaki buni agar xalqaro munosabatlarda oladigan bo'lsak, bu axborot xuruji, axborot urushi desak ham bo'ladi. Chunki mana shu Xitoyga nisbatan olib borayotgan shu siyosatini bir yaxshi bir ba'zida tushunmasligidan foydalanib, shu xitoyliklarga nisbatan, Xitoyning biznesiga nisbatan, Xitoyning siyosatiga mana shunaqa bir doimiy bir axborot xurujlar bo'lib turibdiki, Xitoy mana shu yonidagi qo'shnilar bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi, uzoqdagi davlatlar bo'ladimi, hamkorlikni demak cheklashga qaratilgan desak ham bo'ladi. Bu bir shunaqa bir subyektiv bir omil desak ham bo'ladi. Undan tashqari albattaki bu yerda bir ijtimoiy masalalar ham bor. Masalan, bilamizki, Xitoyning o'sha bir deylik muammoli taraflari bo'lishi mumkin, o'sha Uyg'urlarga bo'lgan munosabatini oladigan bo'lsak. Buni ham atrofida juda ko'p miflar bor, juda ko'p bir yolg'on axborotlar ham bor. Ba'zida bular shu ma'lum bir haqiqiy bir faktlarga ham albatta dalillarga bir asoslanadi ba'zida. Lekin umuman oladigan bo'lsak, bu ko'proq shu bir Xitoyning o'zini ichki bir siyosiy tizimini bir qanaqadir bir shubha ostiga solishga qaratilgan desak ham bo'ladi. Oladigan bo'lsak. Bu taraf ham bor albattaki. Mana hozir aytdik, ba'zilar shu diniy bir qanaqadir omillarni keltiradi, sabablarni keltiradi bunga. Qolaversa, bundan raqobat ham bor. Masalan, hozir yaqinda bir ijtimoiy tarmoqlarni ham ko'rdik. Bizning mahalliy tadbirkorlarimiz ham kerak bo'lsa shu Xitoyning bir ta'sirini cheklash haqida ko'plab gapirishyapti. O'zini manfaatini ko'zlab. Albatta. Endi tadbirkorlik, biznes bu shunaqa narsa. Iloji bo'lsa, shu bir raqobatni kamaytirishga qaratiladi-da. Bu narsa bor narsa, lekin agar umuman ilm nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, raqobat bu odatda yaxshi oqibatlarga olib keladi. Ya'ni tannarx oshadi, sifat oshadi va hokazo. Albatta bular ham bor. Qolaversa o'ylaymanki, madaniy faktorlar ham bor. Bilamizki, ksenofobiya degan tushuncha bor. Ya'ni shu o'ziga bir notanish chet elliklardan qo'rqish bor.
mana shundan ham qanaqadir bir mana shu omillar birlashib, shu bizga o'xshamagan, tili o'xshamagan va bir madaniyati o'xshamagan bir xalqqa nisbatan odamlarda qo'rquv bor va bulardan foydalanmoqchi bo'lgan odamlar ham bor. Ya'ni o'sha hype deymiz, da populistik bir qanaqadir qarashlar bo'ladi. O'zini hattoki blogerlar bo'lsa, o'zini bir kuzatuvchilar sonini ko'paytirmoqchi bo'ladi, auditoriyasini ko'paytirmoqchi bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zini bir diniy lider deb e'lon qilganlar bor, ular ham o'ziga tarafdorlarni ko'paytirmoqchi bo'ladi va eng oson yo'li albatta bu yonayotgan mavzuda qo'rquvlarni foydalanish. Qo'rquvlardan foydalanish. Siz nimadan qo'rqasiz? Xavfsizligingizdan qo'rqasiz. Chet ellik notanishlikdan qo'rqasiz. Mana shulardan albattaki foydalanadi. O'ylaymanki, mana shu hammasi birlashib, hozirgi kunda bu mana shu bir qanaqadir yangicha so'z bilan aytganda trendga aylanyapti va hype'ga aylanyapti-da. Meni fikrimcha. Men bu masalani tarixiy miqyosda ko'rishni taklif qilgan bo'lardim. Masalan, hozirgi kunda oladigan bo'lsak, haqiqatan ham Xitoy dunyodagi eng iqtisodiy jihatdan rivojlangan ikkinchi davlat hisoblanadi. Ba'zi bir ko'rsatkichlar bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham o'tib ketgan. Masalan, hozirgi kunda iqtisodiyotning yangi yo'nalishlari, masalan, aytaylik, o'sha quyosh panellari, o'sha elektromashinalar bo'yicha dunyoning yetakchi davlatlari hisoblanadi-da. O'z navbatida Xitoyning bu o'zgarishi, masalan, katta iqtisodiy qudratga aylanishi ko'p davlatlarda qo'rquvga olib kelgandi. Aslida shu sababli Xitoyning hozirgi iqtisodiy kuchi va boshqa potensiallarni inobatga olgan holda ko'p davlatlarda, nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlarda ham bu narsa ko'p odamlarda xavotir keltirib chiqargan. Chunki masalan, agar o'zimizda ham oddiy shaxs nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bilmagan, tushunmagan narsalarimizni qilishni ko'pincha holatlarda qo'rqamiz. Lekin o'sha Xitoyga nisbatan bunday holatlar tarixda ham ko'p uchragan. O'sha Xitoy kuchsiz bo'lgan paytda ham bu narsaga duch kelganda, masalan 1882-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida Chinese Exclusion Act qabul qilingan. Unga ko'ra o'sha Xitoy millatiga mansub bo'lgan odamlar Xitoyda immigratsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Chunki ularda ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan xitoyliklar kelib oladi, bizni boyliklarni oladi, yerlarimizni oladi degan narsa bor. Va qizig'i shundaki, hozirgi kunda bunday holat masalan Rossiyada ham bo'lganda, o'sha 19-asr boshi, 20-asrda, 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida o'sha ruslar xitoyliklarni masalan o'sha ularning uzoq sharq hududlarida yashashi va adashmasam bunday fobiyalar hozirgi paytgacha Rossiyada ko'p uchrab turadi-da. Lekin bu bo'lishi to'g'ri degani emasda. Ko'p holatlarda bu asoslanmagan bo'ladi. Agar masalan iqtisodiy jihatdan oladigan bo'lsak, masalan O'zbekistonda hozirgi kunda iqtisodiy islohotlar qilyapmiz. Bozorlarda hammaga teng imkoniyatlar yaratib berishga harakat qilyapmiz-da. Iqtisodiyot asosida juda ham katta masalan anaqa yotadi, konkurensiya yotadi. Ya bo'lmasa bir-biri bilan o'sha musobaqalash yotadi. Bunda agar konkurensiya bo'lgan taqdirdagina iqtisodiyot rivojlanadi. Ba'zi holatlarda to'g'ri u masalan eski tuzumda yashagan odamlar har doim davlatdan subsidiya olgan, ularni huquqlarini himoya qilgan va bu ham qaysidir davlatlarda o'sha 90-yillarda bizning rivojlanishimizga katta to'siq bo'lganda, hozir esa keng imkoniyatlar yaratilyapti. Bu natijasida har doim bu musobaqada yutganlar bo'ladi, yutqazganlar bo'ladi. Hozirgi kunda ming afsuski, bu musobaqalarda masalan bizning milliy tadbirkorlarimiz ba'zi holatlarda bo'y berayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin bu qanchalik bu davlat darajasida ular bizning yerlarimizni, anaqalarimizni, boyliklarimizni oladi deyishga asos bo'lishiga men ko'zim yetmayapti-da. Bu asosan bo'lgan narsa masalan o'sha Xitoy o'sishi faqat O'zbekistonda emas, balki boshqa davlatlarda ham xavf-xatar solyapti degan gapni aytdingiz. Lekin bu ekspertlarning darajasida muhokama qilinadigan mavzuda, to'g'rimi? Yoki siz ham aytdingiz, bir biznesmenlar o'zini huquqini talab qilishi mumkin. O'shaning uchun qarshi chiqyapti, lekin ular juda ham узкий kruг, ya'ni kichkina bir guruhdagi odamlar, lekin bu ommani orasida juda ham keng tarqaldi. U oramizda shuncha Hind Pokistonliklarni ko'ryapmiz, to'g'rimi? Yoki asosiy tahdid bizga har doim ruslar bo'lib kelgan, yo Rossiya bo'lgan. Lekin nimaga biz ruslardan qo'rqmaymiz, xitoyliklardan qo'rqamiz? Odil aka, nima deysiz? Nimaga ommani orasida bu narsa anaqa keng tarqaldi? Gaplaringizga qo'shilaman.
Mirshohda aka ham Oloviddin ham to'g'ri aytib o'tdilar. Umuman bu hozirgi ko'rib turgan Xitoyga qarshi bo'lgan heytni asosiy sinofobiya deymiz, ya'ni sino bu Xitoy, fobiya bu qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, negizida ksenofobiya yotibdi. U juda ham o'xshash so'zlar, adashtirib yormasligingizni nima qilgan bo'lardim. Ya'ni ksenos bu begona, phobos esa bu qo'rquv. Ya'ni begonalardan qo'rquv. Nima uchun ksenofobiya umuman mavjud? Ksenofobiya rivojlanayotgan millatlarda bo'ladi asosan. Bu degani nima deydi? Shakllanib bo'lgan millatlarda bu ksenofobiya unchalik uchramaydi. Rivojlangan iqtisodiyotlarda aynan rivojlanish shaklida bo'layotgan mamlakatlarda, millatlarda bo'ladi. Bu degani o'zbek millati, O'zbekiston jamiyati hali rivojlanishda degani. Endi ksenofobiyani aynan natsionalizm bilan ulashadi. Bilsangiz, natsionalizm bu podkastlarda biz hali bu haqida gaplashgandik. Oldingi podkastlarda natsionalizm ikki turi bor. Biri davlat natsionalizmi, bu ya'ni o'z davlatini sevish, patriotizm deymiz biz, rivojlantirish. Ikkinchisi etnik natsionalizm, ya'ni bu o'z etnik millatini kimdandir ustun qo'yish. Afsuski shu ksenofobiya etnik natsionalizm bilan bog'liq. Endi ksenofobiya bu shu prosesni bir jarayonni bir boshi. Ya'ni faqatgina qo'rquvdan boshlanadi. Uni eng oxirgi qismi bu genotsid. Buni biz bilamiz qanchalik bunaqa voqealar bo'lganligini. Har doim ksenofobiya yoki genotsid deganda biz qaysidir bir uzoq davlatlarni tasavvur qilamizda, qayerdadir tam Afrika yoki bo'lmasam Janubiy Sharqiy Osiyoda bo'lgan voqealarni, masalan 90-yillardagi Ruandadagi bo'lgan urush janjallarni eslaymizda, lekin ularni hammasi boshida asosan ksenofobiya yotadi. Ya'ni bir jamiyatni ikkinchi kelgindilarga qaragan bo'lgan qo'rquv yotadi. Undan keyin o'sha narsa rivojlanib ketadi. O'zbek jamiyati hali ham rivojlanyapti. Va afsuski bizada muammolarimiz o'zimizda ham tiqilib yotibdi. Biz Xitoyga hozir nima, Xitoyga emas, aynan o'zimizni jamiyatimizga qaratishimiz kerak. Nima uchun bizada shunaqa qo'rquv bor? Qo'rquv degani bu ishonchsizlik deganda, umidsizlik, ishonchsizlik degani. Demak, bizda o'zimizda ichki muammolarimiz bor. Ksenofobiya bizda oldin ham bo'lgan, ba'zi bir nima deydi, biz uzoq yillar davomida tariximizda ba'zi bir qismlarini gapirishga harakat qilmadik yoki bo'lmasam shu haqda jim o'tib ketishni xohlaymiz. Ko'p boyagi heytni yozayotgan odamlar ham masalan bilmaydiki, 30 yil oldin, ya'ni 89-yil, 90-yil Farg'ona vodiysida bo'lgan voqealar, masalan o'zbeklarni Mesxetin turklariga qarshi bo'lgan boyagi voqealarni ko'pchilik eslashni xohlamaydi. Vaholanki bu ham ksenofobiya bilan boshlanib fakticheski genotsid bilan tugagan proses desa ham bo'ladi. O'shanda Sovet ittifoqi aralashgan, turklarni olib chiqib ketishgan. Tasavvur qiling, turklar o'zi bizga juda ham yaqin millat, tili juda ham yaqin, din, boshqasi hammasi bizga juda ham yaqin bo'lgan millat bo'lsa ham, lekin qanaqadir boyagi bir qo'rquv bo'lganda, ular bizani joylarimizni olib qo'yishadi, ular bizani davlatimizni olib qo'yishadi, bizada qanaqadir tenglik yo'q degan fikrlar o'sha payti xalq ichida bo'lgan. Demak, biz bu tezis bilan hozir Mirshohdagi oldin aytgan gaplarga qaytib kelamiz. Ksenofobiya nima uchun bo'ladi? Ksenofobiyaning asosiy sabablaridan biri bu, demak, iqtisodiy va iqtisodiy va ijtimoiy muammolar. Ya'ni birinchi navbatda tan olishimiz kerak. Demak, agar bizda ksenofobiya bor bo'lsa, demak jamiyatimizda iqtisodiy, ijtimoiy muammolar bor. Bu qanaqalar? Birinchi navbatda bu boyagi ish joylari uchun kurash, ya'ni chet elliklar joylarni olib qo'yishyapti, biz xalqimiz esa uni ola olmayapti. Yoki masalan ekonomik dominирование, demak katta chet el kompaniyalari kelishadi, investitsion kompaniyalar kelishadi degan katta joylarni olib qo'yishadi. Yoki bo'lmasam siyosiy buni nimalari ham bor, sabablari ham bor va siyosiy tarixiy. Ksenofobiya ko'proq postkolonial davlatlarda uchraydi. Ya'ni qachonlardir ular qaysidir davlatning koloniyasi bo'lgan, ularni chet elliklar bosib olishgan va
keyin chet elliklar keladigan bo'lsa o'sha millatlarda qo'rquv paydo bo'lib qolgan. Ya'ni o'zi tanimaydigan, bilmaydigan boshqa xalq yana keladigan bo'lsa qo'rquv paydo bo'lgan. Endi aytishingiz mumkin, biz O'zbekiston axir juda ham tolerant millatmiz deyishimiz mumkin, lekin esingizdan chiqarmang, O'rta Osiyo ming yillar davomida boshqa davlatlar tomonidan egallab olingan. Bizga arablar masalan bostirib kelishgan, mo'g'ullar bostirib kelishgan, oxirgi mana ruslar bo'lgan. Endi yillar davomida, asrlar davomida biz ularga ko'nikib, ularga nisbatan qo'rquvimiz ketgan. Masalan, hozir arablar ko'payib ketadigan bo'lsa, bizda qo'rquv yo'q. Yoki bo'lmasam ruslar keladigan bo'lsa, esingizda bo'lsa, Ukrainaga anaqa mobilizatsiya urush boshlanganda, sentyabr 22-yil mobilizatsiya bo'lganda juda ham ko'p rus fuqarolari, Rossiya Federatsiyasi fuqarolari O'zbekistonga kelgandi. Siz ksenofobiyani ko'rganmidingiz o'shanda? Hech ham. O'shaning uchun qiziq bo'lyapti. Nimaga xitoyliklarga nisbatan bu darajada hate ommaviy? Ayniqsa xitoyliklar soni ham unaqa bir ko'p emas. Masalan, o'sha Rossiyada deganingizda birdaniga qisqa bir muddatda 300 mingga yaqin rossiyalik keldi-da. Masalan, Toshkentda hamma joyda ko'payib ketdi, lekin hech kim ularni bir qanaqadir qo'rquv, bir nimadir bo'lgani yo'q. Va mana shu gapingizga Odil aka uzr bo'ldim. Aytmoqchi edimki, bizning tariximiz juda boy tarixda. Hamma narsa bizda bo'lganda, bir tarafdan qanaqadir urushlar ham bo'lgan, ikkinchi tarafdan Markaziy Osiyo, xususan shu O'zbekiston xalqlari bu Buyuk Ipak yo'lini markazida bo'lgan. Bizda har doim bo'lgan Xitoydan, to'g'rimi? Masalan, matolar, sholklar, bu nima deydi? Har xil nimalar, yaxshi bir mollar kelgan. Biz uni Yevropaga sotganmiz, Yevropadan kelgan Xitoyga o'tib ketgan, choy savdosi bo'ladimi, boshqa savdolar bo'ladimi, hammasi bizdan o'tgan. Va biz bunga juda yaxshi qaraganmiz. Ya'ni Markaziy Osiyo doim shu Ipak yo'lini bir markazida bo'lgan va madaniyatlar aralashuvi har doim bo'lib ketgan. Hozir kunda ko'radigan bo'lsak ham, buning natijasini ham ko'rishimiz mumkin. Buning natijasi O'zbekiston xalqi hozir kundada va shunaqa bo'lib kelganki, mana oxirgi bir deylik 100 yilda oladigan bo'lsak, juda bir totuv yashaydigan, juda bir qanaqadir tolerant bo'lgan millat bo'lib shakllandi. Bu juda bir kuchli bir xislat va buni bir juda bir qadrlashimiz kerak. Buni mana biz chet elda ko'p bo'lganmiz, buni bilamiz qanchalik bu bir noyob ekanligini-da. Chunki bir millat deylik bir qanaqadir ikkinchi millat bilan do'st bo'lishi yoki bir din vakili ikkinchisi bilan hattoki diniy bayramlarda bordi keldi qilishi bu bir odatiy holatda va bizda buni bir farqini sezmaymiz. Hozir kunga keladigan bo'lsak, O'zbekiston shu globalizatsiya ta'sirida shu boshqa davlatlardan nafaqat bir yaxshi taraflarini, balki bir qo'rquv va muammolarni ham olib kiryapti-da. Bulardan biri mana hozir ksenofobiya bo'lib turibdi-da va aynan xenofobiya bo'lib turibdi. Bu borasida shuning uchun ko'rishimiz mumkinki, totuvlikni qadrlaydigan millat hozirgi kunda yana nima tarafga o'tib ketyapti, boshqa tarafga, ya'ni bir qanaqadir toqatsizlik bu yoqda yana bir nima deydi, boshlanganday bo'lyapti-da. Mana shu narsa o'ylaymanki, juda bir xavotirli, xatarli. Lekin eng asosiysi biz o'zimiz bilishimiz kerak shuni. Mana o'zbek xalqi bilish kerak. Bu mana shu narsa, bu bir qanaqadir qo'rquvlar bu olib kirilyapti bizga. Bizga bir millat bo'lib turib, boshqa bir millatni yaxshi ko'rmaslikka, qo'rqishga, ularni keragi bo'lsa bir chetlatishga, kamsitishga qaratilgan bir tajovuzlar bo'lyapti hattoki-da bu. Mana shuni biz anglashimiz kerak bu narsani va to'g'ri qabul qilishimiz kerak va mana shunga bir o'zimizda bir ichki bir yechimini topishimiz kerak deb o'ylayman. Mana shu borasida Progressiv islohotlar markazi bir mana shu ijtimoiy tarmoqlarni tahlil qilib chiqdi. O'sha yerda bor mana shu turli chiqishlar bor, o'sha o'zini bir diniy bir qanaqadir ulamo deb e'lon qilganlar bor, yoki bo'lmasa bloger deb e'lon qilganlar bor, jurnalistlar bor, tadbirkorlar bor, oddiy aholi ham bor. Ba'zi kimligini ham bilmaymiz. Masalan, ba'zida chiqardiki, ijtimoiy tarmoqda xalq ko'tarildi deb qanaqadir bir odamlarni ko'rsatyapti-da, Xitoyga qarshi deb qo'shib qo'yapti-da. U nima bo'layotganini o'zi bilmaydi. Uni ichida kecha ochilgan profillar ham bor, kecha ochilgan o'zi bukvalni kecha ochilib ko'rinib turibdi. Bu bir qanaqadir sun'iy bir nima axborot xurujiga o'xshab turibdi. O'zbek ijtimoiy tarmoqlarida bir kun oldin ochilyapti. Ijtimoiy tarmoqda bir nima
akkaunt ochilyapti-da, undan shu Xitoyga qarshi to'liq axborot xuruji ketyapti-da. Va mana shuni ham ko'rsatyapti. Xalq ko'tarildi deydi. Unaqa narsa yo'q. Agar bo'lganida biz buni ko'rardik. Bu oddiy dezinformatsiyani to'g'ri bir tekshirish orqali ham bilsa bo'ladi-da. Va mana shulardan, mana shu barcha ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlardan biz bir 10 ta asosiy bir xabarlarni oldik. Agar ruxsat bersangiz, mana shularni men birma-bir aytsam-da va ekspertlar sizlardan ham bir fikrlarni eshitsak-da. Birinchidan, birinchi demak xabar yoki bu shov-shuvli bir qanaqadir masala ko'tarilgani. Xitoy O'zbekistonning yerlarini sotib olyapti va yaqinda biz mustaqilligimizni yo'qotamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Asosiy mavzu bu bugungi. Bu ham keng tarqalgan asossiz heyt deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra biz masalan O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra O'zbekiston fuqarolari yerga egalik qila oladi, lekin yerni butunlay o'ziga olmaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hamma yerlar davlat yerlari hisoblanadi-da. Endi ular ma'lum bir yerni ma'lum bir muddatga ijaraga olib ishlatishi mumkin. O'zining maqsadi iqtisodiy masalalarda, masalan aytaylik, o'zimizdagi Abisahiyda o'sha yerlarni olib iqtisodiy maqsadlarda ishlatishi mumkin. Lekin bu boshqaryapti deb bunday kuchli gaplar aytishga asos bo'ladi deb o'ylamayman. Yana bitta fakt keltirilgan, bu davlat pozitsiyasi, ular e'lon qilishgan. Shu bo'yicha 25-yildagi hamma Navoiyda o'tkazilgan auksionlarni, yerga, metallarga nisbatan auksionlarni ko'rib chiqishganda, undan Xitoylik kompaniyalari bor, lekin 70% nima deydi, o'sha kompaniyaning egalari o'zbeklar. Ulushi o'zimizning o'zbeklarga tegishli. Bu yana bitta misol. Endi bunga ham anaqa asos topsak bo'ladi. Bu ham mana keyingi yana bitta bir xabarlardan biri, mif desak ham bo'ladi. Xitoy O'zbekistonda shu boyliklarni, qazilmalarni olib ketyapti degan juda katta bir xabarlar bordi. Buni davlat idoralari ham bir necha bor aytdi. Bizda O'zbekistonda Xitoy korxonalari bironta bir konimizda olib ishlatayotgani yo'q. O'zbekistonda bitta ham yo'q. Hech kim buni ayta olmaydi. Kichkina korxonachalar bo'lishi mumkin. Bular mustasno. Umuman kattalarni aytayapman, O'zbekistonda yo'q. Bir ikkita korxonalar bor, ular qayta ishlayapti. Ular ba'zi bir joylarni auksion orqali sotib olgan, lekin bular O'zbekiston fuqarolari. Ular faqatgina xitoylik sheriklari bor, bir texnologiyasini olib kelgan, birgalikda bir o'shalarni bir qayta ishlayotgan joylari bor. Lekin tizimli ravishda oladigan bo'lsak, Xitoyning bir nechta katta korxonalari bor. Oltin ishlab chiqaradi, mis ishlab chiqaradi, boshqa bir har xil qazilmalar ishlab chiqaradi. Ular birontasi O'zbekistonda ishlamayapti. O'zbekistonda vakolatxonasi ham bo'lishi mumkin, lekin ularga bironta bir loyiha berilmagan va bu davlat tomonidan olib borilayotgan, o'ylangan har taraflama bu siyosat. Mana shu narsani bizning xalqimiz ham bilib qo'yish kerak. O'zi bu narsa nafaqat xitoyliklarga, balki boshqa tashqi kuchlarga ham shunaqa pozitsiyamizda shekil. Masalan, biz yer bermaymiz. Albatta. Birga hamkorlik qilishimiz mumkin. Pragmatik nuqtai nazardan hamkorlik qilamiz. Uning ichida iqtisodiy manfaatlarimiz bor, lekin qachonki masala, ya'ni pragmatik degani xalqaro xavfsizlik nazariyasiga keladigan bo'lsak, agar survivalga keladigan bo'lsa, ya'ni suverenitet yo'qolishga olib keladigan masala bo'lsa, biz taqataq to'xtatamiz. Bunday narsalarni muhokama qilmaymiz. O'zbekistonda o'zi ikkita eng katta bir nimalarni qayta ishlovchi korxonalarimiz bor-da, boyliklarimiz. Bu Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati va Olmaliq bor. Va mana shular hammasi albatta bu davlatga tegishli. Bu chet elliklarga tegishli emas. O'zbekistonda asosan mana shular faoliyat yuritadi. Boshqa bir nechta korxonalar ham bor. Ular ham asosan davlatniki yoki bo'lmasa O'zbekiston fuqarolariniki. Lekin shuni ham inobatga olish kerak. Mustaqilligimizga mana 30 yildan ham ortiq vaqt bo'ldi. Ko'p korxonalarimizdagi uskunalar hammasi eskirgan va biz yangi texnologiyalar, yangi uskunalar olish uchun ham dunyo rivojlangan davlatlar bilan hamkorlik qilishimiz kerak-da. Va bu esa bu yo'nalishda masalan biz nafaqat Xitoy kompaniyalari, balki o'sha rivojlangan Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, masalan Janubiy Koreya bilan ham hamkorlik qilyapti-da. Bu hammasi inobatga olingan, qaysidir ma'noda o'sha tashqi hamkorligimizni muvofiqlashtirish uchun balansda saqlash uchun bosilgan qadam deb o'ylayman. Mana shunga keladigan bo'lsak,
keyingi mana miflardan biri bu O'zbekiston Xitoyga qaram bo'lib qolyapti degan yana bir qo'rquvlar borda. Mana shular bo'yicha nima deysizlar? Bu o'zi asoslimi, lekin birinchi iqtisodiy partnyorimiz Xitoy, lekin oxirgi yillarda hozir savdo hamkorimiz Xitoy bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birgalikda O'zbekiston barcha davlatlar bilan ishlaydi. Masalan, Xitoy bilan deyarli teng bu Rossiya bor, masalan, savdo hamkorimiz bor. Hozirgi kunda mana qo'shni davlatlarimiz bor, Markaziy Osiyo davlatlari bilan. Bizlarning ustuvor yo'nalishimiz Markaziy Osiyo davlatlari. Turkiya bor, Yevropa davlatlari bor. Germaniya, Fransiya bilan asosan. Davlat rahbarimiz ham hozirgi kunda Fransiyada davlat tashrifi bilan u yoqda yuribdilar. Agar investitsiya jihatdan oladigan bo'lsak, to'g'ri, hozirgi kungacha Xitoy dunyodagi eng katta investorlardan biri, jumladan Markaziy Osiyoda. Lekin hozirgi kunda, masalan, so'nggi yillarda biz yangicha trendni kuzatyapmiz. Masalan, Ko'rfazbo'yi arab davlatlaridan kelayotgan investitsiyani oladigan bo'lsak, ularning hisobi Xitoy bilan raqobat qilish darajasiga yetganda, bu bilan qaysidir ma'noda bu yerda ham balansga asoslanganda, O'zbekistonga masalan Qatardan, Amandan, qancha Birlashgan Arab Amirliklaridan qancha investitsiyalar kelyapti. Bu ham tabiiy holat. O'zbekiston dunyoga ochilyaptimi? Investitsiya albatta kirib keladi va bu yaxshi imkoniyat O'zbekiston uchun. Shu jumladan Xitoydan ham kelsa, bundan qo'rqish kerak emas. Boshqa masalalar bor, to'g'ri. Deylik, ular bilan qanaqa shartnomaviy bir majburiyatlarni olamiz. Bu bizga bog'liq. Ya'ni bu Xitoy ning muammosi emas, bu bizning ko'proq muammoyimiz. Ya'ni biz qanaqa shartlarga ko'nyapmiz, biz qanaqa ular bilan muzokara olib boryapmiz. Bu boshqa masala. Lekin agar qaramlik haqida gapiradigan bo'lsak, o'ylaymanki, biz barcha davlatlar bilan ko'p tomonlama aloqalar olib boryapmiz va hozirgi kunda masalan, men Tashqi ishlar vazirligida 15 yil ishlagan bo'lsam, boshqa davlat tashkilotlarida ham ilgari ishlagan bo'lsam, men aminlik bilan aytishim mumkinki, bugungi kunda hech bir davlatdan biz qarama emasmiz, hech bir davlatga hech bir qaysidan bir nima emasmiz, ularga bir qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Xo'p, bo'lmasam, masalan, shunaqa nazariya bor-ku, juda ham keng tarqalgan, o'sha qarz qopqoni, Xitoy juda ham aktiv qarz qopqonini ishlatadi degan gap bor. Xitoy O'zbekistonni shu qarz tuzog'iga ilintiryapti, Afrika davlatlarini ilintirdi. Mana O'zbekistonni ham shunga ilintirmoqchi. Mana Tojikistonni ham kerak bo'lsa ilintirgan edi, mana yerini olib qo'ydi degan nimalar bor, xabarlar bordi. Odil aka, bu hozir g'arbda juda ham ko'p diskussiyaga uchrayotgan savol hisoblanadi, lekin oxirigacha hozircha hech kim isbotini keltirib bergani yo'q. Bir isbot sifatida keltirishadi Shri-Lanka davlatini. Shri-Lanka bankrot bo'lib, o'zini portini Xitoyga ya'ni ishlatishni ruxsat berganligini ko'rsatishadi. Mana davlat qarz bo'lib qolib, to'la olmagandan keyin xitoyliklarga berib olishga rozi bo'lganligini. Vaholanki xitoyliklarning o'rnida boshqa davlat ham bo'lishi mumkin edi. Bu yerda Xitoy emas, bu yerda Shri-Lanka mamlakatining o'zini qilgan xatolari oqibatida, bu xatolar ham 2-3 yilda qilinmagan. Ular 40-45 yilda qilingan xatolarda, ya'ni korrupsiyaning o'zi rivojlanishi mamlakatda va boyagi boyliklarni davlat boyliklari xalq orasida noto'g'ri taqsimlanishi va noto'g'ri qarz olish siyosati, ichki siyosati shunga keltirib chiqqan. Ya'ni bu yerda faqat Xitoy faktori emas, aynan Shri-Lanka o'zida ham katta muammolar bor. Endi Afrika davlatlari deymiz. Xo'p, to'g'ri. Ba'zi bir Afrika davlatlari juda ham qoloq, lekin ular Xitoy bo'lmagandan oldin ular undan ham battar edi. Hozir ba'zi bir Afrika davlatlari O'zbekistondan anchalik kambag'al bo'lgan paytdan hozir anchalik oldinga o'tib ketdi-da. Ko'p konferensiyalarda bo'lganman Xitoyda. O'sha Xitoy va Afrika davlatlari o'rtasida ular o'rganib olishgan. O'zbekistonga juda ham ko'p o'xshash davlatlar bor. Masalan, Efiopiya juda ham kambag'al davlat. Uning asosiy nimasi, iqtisodiyotining asosiy qismi bu qishloq xo'jaligi. O'zbekistonda ham shunaqa qishloq xo'jaligi. O'zini ozgina ishlab chiqarishi bor Efiopiyani, lekin asosiy nimasini qishloq xo'jaligi va paxtadan oladi. Biz ham paxtadan olamiz. Ular ham oltin nimasini oltin konlarda oltin olib, o'sha tilloni bozorlarda sotishadi. Biz ham shuni qilamiz. Agar biz o'zimizni byudjetimiz ko'rib chiqadigan bo'lsak,
Efiopiya byudjeti bilan bizga juda ham yaqin o'xshaymizda. Umuman men ko'p efioplar bilan gaplashganimda ko'rganmanki, biz madaniy tomondan ham, o'ylash tomonimiz, mentalitetdan ham ko'p narsalar o'xshab ketadi. Ular ham xitoyliklardan pul olishgan, biz ham hozir qarzlar olishyapmiz. Lekin ahamiyat bering. Efiopiyada kosmik programma mavjud. Kim ularga berdi uni? Uni xitoyliklar berdi. Efiopiyani o'zini sun'iy yo'ldoshlari bor-da, o'zini rivojlangan infrastrukturasi bor. Nima uchun sizlarga bu narsa kerak bo'ldi deganda, o'sha konferensiyada Efiopiyani avvalgi premyer ministri aytib o'tgandilar. Biz xitoyliklardan o'zimiz so'radik. Ular bizani majburlagan yo'q. Biz o'zimiz so'rab aytdik, bizga kosmik programma bering. Biz o'sha sun'iy yo'ldoshdan turib bizani ekinlarimiz qanaqa o'sayotganligini ko'rib, uni monitoring qilib, biza yerdan to'g'ri foydalanishni boshlaymiz deb, shundan keyin o'zini nimasini samaradorligini oshirgan. Hozir bu davlat ancha ko'p nimaga erishdi, yutuqlarga erishdi va o'zini qarzlarini ko'p qismini qoplab bo'lganda, ya'ni ozgina Xitoydan qarz olib, uni foyda qilib, ko'paytirib, unga to'lab bergan. Bu degan Efiopiya Xitoyga qaram bo'lib qolgani yo'q. Va shunga o'xshash davlatlar Afrikada juda ham ko'p. Ya'ni bu qarz qopqoni degan narsa hozirgacha isboti unchalik topilmagan narsa. Agar ruxsat bersa, shunga qo'shimcha qilmoqchi edim. Rostdan ham, masalan, Xitoyni o'sha Afrikada olib borayotgan siyosati, ya'ni iqtisodiy siyosatiga e'tibor beradigan bo'lsak, yaqinda Bloombergda bir maqolaga ko'zim tushdi. O'shanda o'sha biz hozir suhbat qilayotgan, ingliz tilida aytganda debt diplomacy deyiladi, ya'ni o'sha qarz qopqoniga tushib qolyapti degan terminologiyani o'sha Bloombergda ishlagan iqtisodiy ekspertlar analiz qilishgan, lekin ko'p holatlarda ko'rgan, to'g'ri ba'zi bir davlatlarda Xitoyning dasturlari juda ham ko'p va ularda bu narsani amalda sinab ko'rish qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin aksariyat davlatlarda bu narsa bunday tezis o'z isbotini topmaganda. Ya'ni Xitoy maqsadli ravishda debt diplomacy qilmaydi, lekin ba'zi bir davlatlar, mana Shri Lanka kabi davlatlar o'zini xatosini natijasida shunaqa qarzga botib qolishi mumkin degan xulosa, to'g'rimi? Bor, shunaqa narsa ham bor. Ba'zida o'sha aytgandek fake axborot doim qisman haqiqatga ham nima qilinadi, tayanadi-da, qisman. Masalan, agar Afrika davlatlarini olsak, ba'zida katta yirik infratuzilma loyihalari o'ylamasdan qilingan va ulardan bir qanaqadir foyda ham kamroq bo'lgan. Buni Xitoy majburlab bermayapti. Buni o'sha davlatlarning hukumatlari o'zi so'rab olyapti. Bu pulni, texnologiyani, qurilishni, masalan, hammasini so'rab olyapti va o'zining bir qanaqadir iqtisodiy bir siyosati to'g'ri bo'lmaganligi tufayli bir qanaqadir muammolarga duch kelyapti iqtisodiy. Xitoy ham bir tarafdan ulardagi o'sha baribir qarzni qaytarib olish kerak-ku. Va shu nuqtai nazardan qarzni ola olmasa, unda keling mana foydali qazilmalaringizdan foydalanaylik, birga ishlab chiqaraylik va ma'lum bir foydasini biz o'zimiz qarz hisobiga olib ketaylik deydi. Bu narsa tabiiy holat. Endi ular ham ahmoq emas, u tikkan pulini olib chiqib ketish kerak. Pulini hamma shunaqa. Bu xalqaro munosabatlarda do'st yoki dushman degan tushunchani o'zi yo'q bu yoqda. Hammasi hisobli do'st bo'ladi, do'st bo'lsa hamda. Shuni to'g'ri nimaga e'tiborga olishimiz kerak va mana shuni bir qanaqadir qo'rqmasdan hamkorlik qilishimiz mumkin deb o'ylayman. Shu yerda bitta qo'shib ketsam, Xitoy hali ham o'zini qarzlarini qaytarib olgani yo'q. U qarzlarni olish uchun yana 50-100 yil ketishi mumkin. Xitoy hukumati biladi, postoyanno publikatsiyalar qilib turadi, aytadiki, biz qarz berib o'zimiz qarzga botib ketdik, ola olmayapmiz deb. Bu ularni nima bu degani Xitoy qarz qopqoniga davlatlarni qo'yib foydasini ko'rib yotibdi degani emas. O'zi qopqonga tushib qoldi. O'zi tushib qolgan qopqonga-da. Shuni tushuntirishga harakat qilyaptiki, biz shuncha boyligimiz bor edi, o'zimiz ishlatsak bo'lardi, biz chiqarib yubordikdagi endi boyagi sarmoya kirgizdik, sarmoyani qaytib ola olmayapmiz. Natijada ular uchun minusda bu katta. Shuncha pul yo'q deb o'zini Xitoy xalqi bor. Xitoy xalqining ichida norozilik bor. Nimaga biz qaysidir bir kerak emas uzoq davlatlarga o'sha pullarni jo'natib yuboramiz, o'zimizga investitsiya qilsak bo'lmaydimi degan norozilik ham bor-da.
Bu degani Xitoy mamlakati, Xitoy hukumati hozir katta muammoda degani aslida. Odil aka, mana shu joyda bitta remarkani aytishimiz kerak. Biz bu yoqda Xitoyni advokati emasmiz. Biz Xitoy tarafda shunaqa tuyulib qoldi. Xitoy maqtab yotibmiz. Xitoyni maqtab yotibmiz, Xitoyni bu deb yotibmizda. Yo'q, biz O'zbekiston tarafdorimiz va haqiqat tarafdorimizda. Mana shu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu yoqda qanaqadir hype, shov-shuv juda oson bunga nima qilishda, uchish. Lekin mana shu haqiqat har doim baribir bor, o'shani e'tiborga olishimiz kerak. Mana keyingi deylik mif haqida gapiradigan bo'lsak, keyingisi Xitoy ishchilari o'zbekistonliklarning ishlarini olib qo'yapti degan nima bor? Mif borda. Endi mana shunaqa bir gaplar bor. Mana shu infratuzilma katta loyihalar bor, xitoyliklar olib qo'yapti deydi. Mana shunga nima deya olamiz? Qisqa, faqat vaqtimiz chunki kam. Bu borada tarixiy misollar emas, masalan o'qish davomida bu bo'yicha maqola yozganda, masalan Afrika davlatlarida keng tarqalgan miflardan biri, masalan o'sha davlatlarda hamma Xitoy o'zini biron bir davlatda o'zini loyihasi dasturini boshlasa, asosiy shartlardan biri Xitoydan ishchilarni olib kelish va bu ishchilar ko'plari qamoqxonada o'tirgan yoki bo'lmasa qandaydir kasalligi bor, shunaqa xavfli shaxslar deb aytilganda, lekin ko'p holatlarda agar e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonga masalan xitoylik ishchilar kelgan, lekin ular ishchilar joyini emas, asosan ular yuqori malakaga ega bo'lgan odamlar kelishganda, ular masalan o'sha dasturlar, loyihalarni amalga oshirishda va uni turli bosqichlarda kerakli ishlarni qanday ishlatishni ko'rsatishda asqotadigan muhim kadrlar hisoblanganda, Xitoy texnologiyasi bo'lgandan keyin xitoylik mutaxassislar albatta kerak, lekin o'zimizda O'zbekistondagi barcha loyihalarni oladigan bo'lsak, hattoki Xitoy taraf bilan amalga oshiriladigan qurilishlar bor. Masalan, China Construction deganlari bor. Ularni ham oladigan bo'lsak, ichida aksariyat 90% bu O'zbekiston fuqarolari. Ya'ni Xitoy investitsiyasi bo'lishi mumkin, texnologiyasi bo'lishi mumkin, ma'lum bir mutaxassislar kelishi mumkin, lekin Xitoy o'zini ishchilarini bu yoqqa olib kelib, bizning ishlarimizni olib qo'yapti deya olmaymiz. Balki ular yangi imkoniyatlar yaratayotgandir, yangi ishlar va o'shanda O'zbekiston fuqarolarini ishga olyapti. To'g'ri, o'zinikini ham ba'zi bir mutaxassislarni olib kelyapti, lekin bu degani bizda xalq O'zbekiston fuqarolarini, ishchilarini olib qo'yapti, xitoyliklar bosib ketdi degan gaplar, bu hammasi bir yolg'ondan boshqa hech narsa emas. Lekin qay darajada bilmadim, agar tarixiy masalan ya'ni anal keltiradigan bo'lsak, masalan 1960-yillarda o'sha Sovet Ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida munosabatlar yomonlaganda, Sovet Ittifoqida shunaqa propaganda tarqaganda, ana xitoyliklar keladi, yerlarimizni olib qo'yadi, bu yerda o'zlari keladi, yerlar kelsa o'sha yerda bosib oladi, bu yerdan qaytib kelmaydi, qizlarimizni o'g'irlashadi degan narsa borda. Lekin o'sha masalan Sovet Ittifoqi qulaganiga necha yil bo'ldi? O'sha Sovet Ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi bo'linish o'tdi, bular munosabat hozir yaxshilangan bo'lsa ham, lekin mana shu o'sha paytda takrorlangan narrativlar hozirgi kunda ham bizda takrorlanib turibdi. Rossiyaning o'zida ham bor, ani Sibirni bosib oldi Xitoylar degan gap. Oladigan bo'lsak, Xitoy o'zi bironta davlatni bir bosib olganmi, yo'q? Lekin mana bunda hozirgi kungacha agar xalqaro munosabat soladigan bo'lsak, Xitoy masalan 1979-yildan boshlab biron bir davlat bilan harbiy harakat olib bormagan. O'sha 79-yilda ham qisqa bir oylik muddatda Vyetnam bilan kelishmovchilik bo'lganda, lekin hozirgi kunda Tayvanni masalan atrofida qancha gap so'zlar bo'ladi, o'zini hududi deb hisoblaydi, lekin o'shanda ham ularga bir qanaqa tajovuz bilan olib qo'ymaydi, to'g'rimi? Hattoki u Xitoy hududi deb o'ylasa ham, hattoki o'zini hududi deb o'ylasa. Uni nafaqat o'zi hisoblaydi, balki boshqa Yevropa xalqaro huquqdan tanib olingan. Tayvan bu o'sha Xitoyning bir qismi, bir davlat ikki tizim degan ularda shior bor, o'sha bo'yicha ishlanadi. Lekin bu hozirgi kunda masalan o'sha AQShda va boshqa o'sha g'arb davlatlarining harbiy anavlar joylashgan bazalari, harbiy ko'maklari bor, lekin bu borada ham hozirgi kunda biron bir harbiy holat yoki urush holati turibdi desak, bu anaqa juda ham yolg'on. Tashqi siyosati juda samarali, ular o'zini tashqi siyosiy maqsadlariga erishishga harakat qiladi, lekin harbiy kuch bilan emas, to'g'rimi? Mana shu narsani tan olishimiz kerak albatta. Keyingi agar miflarni gapiradigan bo'lsak, Xitoyning o'sib borayotgan ta'siri o'zbek madaniyati va urf-odatlarini yo'qolib ketishiga olib keladi degan xavotirlar bor. Odil aka, nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, aslida xitoyliklarda shunaqa xavotir bor. Men Xitoyda 4 yil o'qigan bo'lsam,
2 yil Xitoyni tarixini o'rganganmanda. Xitoy tarixi 5000 yilga ortiq. O'shanda esimda biza nima qilgandik, o'qish poyezdkasi qilgandik. Sian shahriga borganimizda bizani kursimizda olib borganda dunyoning hamma joyidan yig'ilgan bolalar Sian davlat muzeyi borda. Sian davlat muzeyining o'rtasida eng katta qismida Sagdiana sug'diylarning statuetkalari, kichkina haykalchalari borda, yig'ib qo'yilgan. O'sha ya'ni Sagdiana bu Samarqanddan kelgan ya'ni nimalar, savdogarlar Xitoy bilan savdo qilib 3000 yil oldin Xitoy bilan savdo qilgan va o'zini shunaqa izini Xitoyda qoldirgan. Xitoyda har doim qo'rquv bo'lgan. Bu degan kelgindilar madaniyati shunchalik kuchliki, bizani madaniyatimizni yengib qo'yishi mumkin. 3000 tasavvur qiling, 3000 yil oldin boyagi bambukka yozilgan yozuvlarda shuni yozib ketishgan. Biz bulardan qo'rqamiz deb. Xitoyni ya'ni sistemasi, davlat sistemasida 3 xil davlatlar bo'lgan. Tarix davomida. Hozirgacha menimcha shunaqa mavjud. Birinchi o'rtada Xitoy o'zi turadi. Ya'ni Xitoy sentralniy государство deydi. Unaqa Sredinniy korolevstvo yoki Jongguo, ya'ni Xitoy tilida o'rtada joylashgan davlat. Unga ya'ni birinchi polosada eng yaqin davlatlar bu Koreya va Yaponiya. Nima uchun? Madaniyat bo'yicha juda ham yaqin. Koreya va Yaponiya faktichki Xitoyliklar bilan tengday deb ular hisoblashadi. Ikkinchi liniyada bu Janubiy Sharqiy Osiyo, Vyetnam, Laos, Myanma, boshqa davlatlar, ular ham o'zini madaniyati bo'yicha Xitoyga juda ham yaqin hisoblanadi, lekin sal uzoqroqda koreyslar va yaponlar bilan. Uchinchi liniyada esa O'rta Osiyo turgan va o'sha tasavvur qiling, 3000 yil oldin yozib ketishyapti. O'rta Osiyoni 3-liniyaga qo'yganimiz, 3-darajaga qo'yganimiz, ularning madaniyati shunchalik kuchliki, shunchalik yorqinki degan, imenda yorqin deyapti-da. Ular hech qachon bizning madaniyatimizni olishmaydi. Agar ularning madaniyati bizdan teng bo'lib ustunroq bo'lishi mumkin, lekin past emas. Qolgan mamlakatlarniki bizniki nisbatan pastroq, o'shaning uchun bizning madaniyatimiz dominировать qiladi. Lekin O'rta Osiyoda o'ylamanglar ham deyapti 3000 yil oldin. Hozirgacha situatsiya shunaqa. Xitoy davlati shu nima asosida, shu fikr asosida yuritadi. Biladiki, mana qolgan davlatlar bilan madaniy yaqinligimiz uchun bizada mana ta'sirimiz bor. Yaqin Sharq, Janubiy Sharqiy Osiyo yoki bo'lmasa boshqa davlatlarda. Lekin dedi O'rta Osiyoda foydasi yo'q, ta'siri yo'q dedi. Bitta qo'shimcha qilib aytsam, Odil aka hozir falasufona javob berdilar. Bu yerda oddiy faktorlar bor. Til. Biz qaysi til o'rganyapmiz hozir oxirgi payt? Ingliz tiliga o'tyapmiz, to'g'rimi? Hamma IELTS olib yotibdi. Xitoy tili juda ham kamchilik odam o'rganyapti. Madaniy nuqtai nazardan ko'pchilik hozir din faktorida arablarga ko'proq. Gollivud yoki Gollivudda. Xitoy unaqa kuchli deb o'ylamayman. Yo kinolar, biz Xitoycha kino endi bir ikkita ora-chora chiqib qoladi-ku, lekin unda Masalan, o'zim tajribamdan misol qilib keltirishim mumkin. Men Xitoyda borishdan oldin Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida 4 yil Xitoy tilini o'rganganman va Xitoyda 2 yil o'rgangan. Xitoy tilini qo'shimcha yana o'rganganman. Umumiy hisobda 6 yil. Masalan, o'sha agar e'tibor beradigan bo'lsak, Xitoy tilini o'rganishimga asosiy sabablardan biri bu men kelajakda iqtisodiy imkoniyatlarni ko'rganman-da. Uni madaniyatini yaxshi ko'rishganim uchun emas yoki ularga o'xshashga harakat qilganim uchun emas-da. Lekin bunaqa tendensiyani biz ko'p kuzatishimiz mumkin-da, nafaqat O'zbekistonda yoki boshqa davlatlarda ham xuddi shunday holat. Masalan, oldin Britaniya koloniyasi bo'lgan yoki bo'lmasa ingliz tilida gaplashadigan ba'zi davlatlar ko'rsangiz, ular ingliz tilida masalan Britaniyaga ularda qiziqish bor madaniy jihatdan, ularga o'xshashni xohlashadi-da. Lekin masalan o'zim tajribamdan kelib chiqib aytamanki, Xitoy tilini bilgan bolalar ham ularda hech qachon Xitoyga alohida muhabbat yoki bo'lmasa ularga o'xshashga harakat qilinmagan. Ularda qanaqadir havas yo'q. Xitoy madaniyatiga Koreyslarga bor, lekin Koreyaga bor, K-popga bor, lekin Xitoy madaniyatiga bir qanaqadir bu nima yo'q. Va buni orqa tarafdan ham, boshqa tarafdan ham aytish mumkin. Mana biz Progressiv islohotlar markazi Xitoy tilida Xitoy investorlarning orasida so'rovnoma o'tkazgan edik. Hattoki Xitoyning ijtimoiy tarmoqlarida ham. Ulardan fikrini so'ragandik. O'zbekistonni qanaqa his qilyapsizlar deb. Chunki ular odatda jim yurishadi, indashmaydi, bilmaymiz ular nima o'ylayotganini. Lekin Xitoy tilida, Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida ular fikrlari bilan bo'lishgan.
birinchi nima deydi, biz bir nechta bir xulosalarga kelganmiz. Birinchi xulosa, ular O'zbekistonda yaxshi yashay olmayapti. Chunki madaniyatimiz har xil. Madaniyatimiz har xil, tilimiz har xil, dinimiz har xil, qonunchiligimiz har xil. Shu uchun investorlarni ham, mana O'zbekistonda ishlayotgan investorlarning 80% Xitoydan turib o'zini investitsiyasini boshqaradi. Ya'ni onlayn boshqaradi. Chunki O'zbekistonga nafaqat oilasini olib kelishga xohlamaydi, o'zi ham kelishga xohlamayapti hozirgi kunda. Chunki O'zbekistonning sharoiti ularga umuman to'g'ri kelmayapti. Mana shuni ham hisobga olishimiz kerak biz. Qo'rqitib qanaqadir nimalar emas. Shunga qo'shimcha, masalan, Londonda o'qiganimda, Londonda xitoyliklar yashash uchun Chinatownlar bo'ladi-da. Ularda xitoyliklar, Xitoy maktablari bo'lishi mumkin, bog'chalari bo'lishi mumkin. Bunday holat O'zbekistonda Narito'tisi, masalan, Toshkentda ham, poytaxtimizda ham unaqa bog'cha yoki maktab borligidan men xabarim yo'q-da, va ular ham deya mana shu qiyinchiliklarni inobatga olib, oilasi bilan yoki uzoq muddatga kelishni xohlashmaydi. Kelsa ham qisqa muddatga, 2 oyga, 1 oyga ishlarini tekshirib ketib, yana orqaga qaytib ketishadi. Hozir orada Otabek zo'r gap gapirdi-da. Bizda koreys tiliga qiziqish bor-ku, lekin negadir nima koreys madaniyatiga qiziqish bor-ku, lekin nimagadir Xitoy madaniyatiga qiziqish yo'q debdi. Rostdan ham sabab nima edi? Chunki koreyslarga nisbatan bizda ksenofobiya, ya'ni qo'rquv yo'q-da. Nega? Chunki koreyslar bizda salkam 100 yildan ortiq O'zbekistonda yashashyapti. Umuman O'rta Osiyoda biza bu millatga ko'nikib bo'ldik. Boshida bo'lgan. Agar qaraydigan bo'lsangiz, boshida koreyslar ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin ko'chirib kelgan, koreyslar o'zbeklar juda ham yomon ko'rishgan, boshqalar yomon ko'rishgan, ularni qo'shmagan. Lekin oradan shuncha asr nimalar faktik bir asr o'tgandan keyin biz unga ko'nikib qoldik. Ikkinchisi, Koreya davlati o'zini soft power, ya'ni yumshoq kuchini ishlatishda juda ham yaxshi biladi. Koreya investorlari O'zbekistonga kirishdan oldin yaxshigina ular o'zini madaniyatini tarqatishdi. Ya'ni esingizda bo'lsa, koreys seriallari juda ham nima bo'lib ommalashib ketdi. O'zbek yoshlari koreyslarga o'xshab kiyina boshladi, yoqtira boshladi, qo'shuvlar, hamma joyda boyagi maskalar. O'sha hamma joy bo'lib ketgandan keyin, sekin boyagi ko'nikish paydo bo'lgandan keyin biza birinchidan qo'rquv yo'q, ikkinchidan esa mana bu ko'nikish, soft powerni ko'nikish bo'lgandan keyin biza ularga nisbatan qanaqadir bir nima hate, nafrat bo'lmadi. Natijada hozir ko'rsangiz, koreys investorlari xitoyliklarga nisbatan ancha ko'p. Hozir mana Olodin Chinatown deyaptilar. Lekin bizda Koreys town bor. O'rtada, shahar o'rtasida Seoul Moon turibdi-da. Juda ham xursand bo'lib u yoqqa borishadi. Lekin birov koreyslar bizani egallab olishdi, olib qo'yishyapti, hammasi mana davlat nima deydi, shahrimiz o'rtasini bosib olishibdi degan gaplar yo'q. Bu oddiygina biz Xitoy madaniyati va xitoyliklarni bilmasligimiz sababligida. Bu xitoyliklarni biz maqtab ketdi deb o'ylashmasin. Biz xitoyliklarni maqtamayapmiz. Biz hozirgi vaziyatda kelib chiqib nima qilyapmiz. Masalan, to'g'ri aytdingiz, Xitoyning yumshoq kuchi yaxshi emas. Xitoyning bu eng zaif taraflari. Butun dunyoda shunaqa. O'zi tilini o'rganish ham oson emas-da. Xitoy tilini ham o'rganish oson emas, madaniyati ham umuman boshqacha. Shuning uchun bu yoqda qanaqadir qo'rqib bizanikilar birdaniga Xitoy madaniyatini yaxshi ko'rib qolib, qanaqadir bir chapak chalib nima qilib o'tiradigan xalq emas-da. Bizning o'zimizning madaniyatimiz juda kuchli. Keling keyingi nimaga, mifga o'tadigan bo'lsak, bu mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rsatyapti. Mana O'zbekiston xalqi ko'chaga chiqdi. Xitoyliklarga qarshi hozirgi kunda shu ko'chaga chiqishdi, to'polon qilib boshlashdi degan ijtimoiy tarmoqlarda nima yuribdi-da. Lekin uni birdaniga o'zim ham aytmoqchiman. Har bir fakt tekshirilgani bu yolg'on ekanligi aniq ko'rinib qolganda. Ya'ni umuman boshqa bir masalada bir 4 ta odam yig'ilgan bo'lsa, shuni ko'rsatib, orqa fonda ovoz chiqyapti. Mana odamlar xitoyliklarga qarshi to'polon ko'tarishdi, qo'zg'olon ko'tarishdi degan nimalar tashishyapti. Buni har xil sabablari bor bunga. Bu yana bir marta shu axborot xurujida. Mana shu haqida nima deysizmi? Endi bu borada masalan hozirgi kunda boshqa davlatlardagi holatlarda inobatga olsa bo'ladi-da. Masalan, jurnalistikada shunaqa yangi yo'nalish ochilgan. Agar ko'p holatlarda masalan dunyoda o'sha
masalan Ukrainadagi bo'layotgan vaziyatlar, Rossiyadagi bo'layotgan vaziyatlar haqida har xil yolg'on xabarlar tarqaganda jurnalistlar o'sha xabarni rasmiga olganda va Google'ga tashlagan. Google ichida unga o'xshash rasmlar ko'p chiqqanda va ularni qarab tekshirganda ular umuman Ukrainaga yoki Rossiyaga taalluqli bo'lmagan hodisalar yoki bo'lmasa bir necha yil oldin sodir bo'lgan vaziyatdagi narsalarni yolg'on tarzda masalan ko'p ko'rsatishganda zamonaviy o'sha davrda masalan bu holat juda ham ko'p uchraydi. Nafaqat urush bo'layotgan joylar, balki o'sha ijtimoiy hayotga oddiy holatlarda ham bir yolg'on ma'lumotlar ko'p ketib qolishi mumkinda va bu esa ko'p holatlarda odamlarni endi ularni tekshirish, ularni analiz qilish uchun ko'proq vaqt ketadi va bunda oddiy holatlarda biz o'ylashdan oldin ko'proq shoshilib xulosaga shoshilib qolamiz va bu shunda ko'p holatlarda biz mana bu yerda adashib qolishimiz mumkin. Endi boshqa tomondan nima deydi, o'sha blogerlar o'zini подписчикlarni yig'ish maqsadida ham shunaqa bo'layotgan ekan deb tarqatadi. Chunki odamlarga nima kerak? Hayp kerak. Uni ko'rib shunaqa bo'layotgan ekan deb qiziqishadi. Xuddi shunday, masalan, jurnalistlar ham bor. Masalan, hozirgi kunda masalan raqobat juda katta, to'g'rimi? Har bir raqobatdan siz qandaydir yutuq chiqish uchun nimadir o'ziga xoslik yaratishingiz kerakda va o'ziga xoslik shunaqa holatlarda ular ham o'zini siz aytganda obro'sini yoki bo'lmasa kimni e'tiboriga tushish yoki bo'lmasa bilmadim, balki boshqa maqsadlari ham bordir. Shunday holatlarda, shunday vaziyatlarda ular ham foydalanib qolishi mumkinda, lekin uni natijasi ko'p holatlarda masalan yomon oqibatlarga olib kelib qolishi mumkin. Mana shu taraflari ham bor. Endi mana Xitoyning ta'siri to'g'risida ko'p gapirdik. Mana shu ko'p ma'lumotlar, xabarlar fake ekanligini, asoslamaganligini ko'rib chiqdik. Mana shu jihatdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endi gapirsak gap ko'p, miflari ham, nimalari ham ko'p. Masalan, Xitoyni mahsulotlari sifatsiz degan narsa, Xitoyga nisbatan sanksiyalar qilishyapti, biz ham qilishimiz kerak degan nimalar bor, har xil gaplar bor. Lekin men xulosa qilib aytadigan bo'lsam, men Xitoy madaniyatidan, uning O'zbekistonga ta'siri oshishidan emas, xavotirim. Ko'proq xavotirim shu oddiy xalq mana shunga chuv tushib, nima deydi, ishonib bir qanaqadir bir millatga nisbatan qanaqadir bir negativ yoki kerak bo'lsa tajovuzkor bir qanaqadir kayfiyatda bir bo'lib qolishi meni ko'proq xavotirga olyapti-da. Mana shu meni ko'proq xavotirlantiradi. Chunki bu bizning O'zbekistonning, o'zbek xalqining mana shu bir qanaqadir zaifligini ko'rsatib qo'yapti. Axborot xurujlarga zaif ekanligini ko'rsatib qo'yapti va ertaga chet davlatlar ham buni ko'rib turgan bo'lsa, bundan foydalansa bo'lar ekan-ku. Demak, O'zbekistonga bir yaxshigina axborot xuruji qilsa, xohlasa Xitoyliklarga nisbatan qarshi qilib qo'yishimiz mumkin. Xohlasak, deylik, G'arbga, Amerikaga qarshi qilib qo'yishimiz mumkin. Xohlasak, rossiyaliklarga qarshi qilib qo'yishimiz mumkin. Yoki xohlasak, mana qo'shnilarimiz Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'onistonga nisbatan bir teskari qilib qo'ysak bo'lar ekan, bir yaxshi bir psixologik operatsiyalar qilib deb o'ylab qolish mumkin. Odil aka, nima deysiz? Shunaqa, bu afsuski hozir jamiyatimizda kuchsizligini ko'rsatadi. Buning sabablarini ham biz hozir ko'rib o'tirdik. Asosiysi endi salkam 30 yil avtarkiya nimasida yashadik-da, ahvolda yashadik. Ya'ni o'zim yopiq avtarkiya, yopiq sistema, o'zimizdan o'zi to'q deb. Fikr ideya shundan iborat ediki, biz hech kimdan yordam so'ramaymiz, o'zimiz rivojlantiramiz, o'zimizni texnologiyamizni ishlab chiqamiz, o'zimiz boyib ketamiz deb. Lekin afsuski dunyoda bunaqa fikr bilan avtarkiyalar rivojlanmaydi. O'zi tarixdan ko'rib turibmiz, ko'p davlatlar harakat qilgan. Ba'zi avtarkiya qilgan payti o'sha davlatlar texnologiyalardan orqada qolib ketgan. Boya Oloddin ham aytib o'tdi, oxirgi boyagi 25 yil, 30 yil davomida bizning kompaniyalar o'zining texnologiyalarini rivojlantirmadi. Sovet ittifoqi davrida qurilgan mashinalar qolib ketdi, yangilar olinmadi. Nima uchun? Chunki biz dunyoni global boyagi bo'layotgan savdo-sotiqqa qo'shilmadik. Endi ochildik. Mana bizda ikkinchi administratsiya keldi, ikkinchi rahbariyat. Hozir dunyoga ochilyapmiz. Dunyoga ochilganimizdan keyin biz jamiyat sifatida anglab yetgan narsamiz, biz dunyoda ancha orqada qolib ketibmiz. Ya'ni chetdan kelgan nimalar, konkurentlar, xitoyliklar bo'ladimi, boshqa davlatlar nimasi bo'ladimi, ular bizdan anchalik kuchli.
bir tomondan bu xalqimizga yoqmayapti, ya'ni o'zini kuchsizligini anglash, o'zini orqada qolib ketganligini anglash. Ikkinchi tomondan men o'ylayman bu yaxshi narsa, chunki bu bizga drive beradi. Ya'ni biz harakat qilishimiz kerak, ular joy olib qo'yishi mumkin, biz undan ham yaxshi o'rganishimiz kerak, ko'proq bilimga olishimiz, o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak deb. Biznesda bir qismi xafa bo'lishi mumkin, postlar qo'yishi mumkin, voy xitoyliklar bizani hamma narsamizni olib qo'ydi deb. Lekin biznesimizda boshqa qismi qoladi, xitoyliklar bilan tengma-teng, kerak bo'lsa undan ham zo'r o'tib ketadigan biznes qilib. O'sha bizneslar biz uchun, xalqimiz uchun ko'proq foydali bo'ladi degan fikrdaman. Ya'ni to'g'ri, hozir balkim bu bizani ksenofobiya borligi, kuchsizligimizni balkim ko'rsatib qo'ygandir, lekin aslida bu narsa kelajakda bizga kuch beradi degan o'ylaymanki, fikrdaman. Odil aka, o'ylaymanki, bu bizga o'sha qanaqadir pragmatik rivojlantirishga turtki berish kerakda va mana bu orqaga ketayotgan bir regressiv bir qanaqadir kayfiyatlarni vaqtida biz mana ekspertlar sifatida ko'rsatib turishimiz kerakda. Mana bu salbiy taraflari bor, buni ehtiyot bo'lish kerak. Mana lekin shuni bir havas bilan hasad deydi-yu, mana shu havas tarafga qarab nima deydi, rivojlanishga davom ettirishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston ochilgandan keyin har xil davlatlar bilan nima deydi, turli sohalarda hamkorlik qiladi, lekin bu degani Xitoy zo'r zo'r munosabat qilish kerak degan ma'noda emas. U bilan Xitoy bilan imkoniyatlar bilan birga, ya'ni xatarlar ham keladi. O'sha xatarlarni bartaraf qilish kerak, undan qo'rqish kerak emas. Shu meni asosiy gapim. Oliddin aka, oxirgi fikrlaringiz? Yo'q, shu o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim takliflaringiz uchun. Katta rahmat. Sizlardan ko'p narsa o'rgandim. Rahmat. Kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Rahmat.